Psixoterapiya haqidagi hamma haqiqatlar, tuyg'ular bu shunchaki tuyg'ular. Ular sizni o'ldirmaydi, hattoki sizga ba'zida shunaqa tuyulsa ham. Ko'p yo'q javobini bering. Bu sizni ozod qiladi, yengillashtiradi. Odamlar siz haqingizda siz o'ylaganingizdan ko'ra kamroq o'ylashadi. Siz butun dunyoni markazida emassiz. Baxt bu qanaqadir maqsad yoki siz yetib borishingiz kerak bo'lgan manzil emas. Bu shunchaki yo'l. Har bir mayda narsalardan ham quvonch hissini qidiring. Qanaqadir bir katta rejalarimga erishsamgina baxtli bo'laman deb o'ylamang. Xavotir bu miyani yolg'oni xolos. U sizni qo'rqitishni xohlaydi, sizda yo'q narsalar bilan. Siz sizni fikrlaringiz emassiz. Siz ishongan narsalardan iboratsiz. Tushunasiz? Ya'ni o'ylayotgan fikrlaringiz hammasi bu siz emas. Miya sizga aytayotgan hamma yomonliklarga har doim ishonish shart emas. Xatolaringiz bu sizning tajribingiz. Bu bilan hayotingiz tugab qolayotgani yo'q. O'rganing o'zingizni ayblamaslikni va xatolaringizdan to'g'ri xulosalar chiqarib, hayotingizni o'zgartirib yashash. O'zini o'ylash va o'zini parvarish qilish bu egoizm emas. Bu sog'lom munosabat. Bu xuddi bilasizmi, kislorodnoya maskaga o'xshaydi, kislorod niqobiga o'xshaydi. Samolyotda kislorod niqobini birinchi navbatda inson o'ziga taqish kerak. Chunki o'ziga yordam bera olmagan inson hech qachon boshqa insonlarga ham yordam bera olmaydi. Siz hamma narsani nazorat qila olmaysiz. Bu hayot va buni qabul qilishni o'rganish kerak. Siz hammaga yoqishga majbur emassiz. Agar kimdir sizni sevmasa, bu uni shaxsiy ishi. Sizni yetarlicha emasligingiz emas. Solishtirishlar, tanqidlar, ayniqsa o'ziga nisbatan insondagi quvonch hissini o'g'irlab qo'yadi. Siz bu sizsiz. Siz o'ziga xossiz, individualsiz. Buni shunchaki qabul qilish kerak va boshqalarga o'zingizni solishtirish uchun energiyani sarflash kerak emas. Boshqalarning hayotini o'zingizga misol qilib olib nima qilasiz? Axir siz o'zingiz hayotingizni o'zingiz yarata olasiz-ku. Siz hozir o'zida yetarlicha yaxshi, yetarlicha jiddiysiz va sizda hamma resurslar bor. O'zingizni qiynashni va yuragingizni, qalbingizni kemirishni to'xtating.